Markirovkani tushunmayapsizmi? Unda katta jarima to'lashga tayyor turing, chunki hozir ko'pchilik tadbirkorlar qanaqangi xavf turganligini to'liq his qilishmayapti. 1-apreldan boshlab barcha suv mahsulotlariga va undan tashqari ba'zi bir mahsulotlarga markirovka tizimi joriy qilingan. Avval qanaqa bo'lgan? Siz suv mahsulotini yoki markirovkalangan mahsulotni sotmoqchi bo'lsangiz, mana bu shtrix kod orqali sotilgan yoki nonga, semechkaga qurtga urib, общий summa qilib chek chiqarib bergansiz. Hozir bunaqa narsa уже o'tmaydi. Hozir как положено mana shu qo'limda turgan suv mahsulotini markirovka danniysasi orqali sotishingiz kerak bo'ladi. Bu shart, bu davlat tomonidan, soliq tomonidan qo'yilgan talab. Ushbu talabga mos siz sotuv qilishingiz kerak bo'ladi. 1 so'mdan qochaman deb ertaga 100 so'm jarimaga tushib o'tirmang. Bu borada HIPP tizimi yordam beradi. Tizimni o'zi aniqlaydi, qaysi tovarlar markirovkalanganini va sotuvdan so'ng ma'lumotlarni avtomatik tarzda soliqqa yuboradi. Natijada chekingizda hamma markirovka kodlari ko'rinib turgan bo'ladi va siz soliq qo'ygan talablarni 100% amalga oshirgan bo'lasiz. Va undan so'ng bemalol savdoyingizni davom ettirasiz. Jarimalarni o'ylamasangiz ham bo'ladi. Vaqtingizni yo'qotmasdan hoziroq pastdagi raqamlarga murojaat qiling va markirovka muammosidan HIPP yordamida butunlay qutuling.